tor bilan boshimizga solgan paytlari ham Qayerga bo'lgan. tushgan o'sha boshingizga? Torni Oilada san'atkorlar bormi? Soz qo'lingizda buni ham o'sha boisi bormi? Shular haqida ham gapirib bering endi. Eng avvalo meni ustozim shu onam deyman. Onamizni onalari ham doiralarni chertib juda bir davralarni qizdirib, ayollarni xursand qilib yuradigan yaxshi ayol bo'lishgan ekan. Mahoratlari obod bo'lsin. Undan endi onamizga o'tgan tog'alarim, meni birinchi ustozim shu. Onajoningiz nima chaladilar? Yo'q, meni onam umuman san'atdan san'atkor emas asli. demak, Onadan haligi o'tgan. tug'ma o'zi bir qo'shiqlarda aytib, Qirgoy allalar bilan, Mehrlari shirgoyi bor. bilan shu omon-omonni ko'rgan zahotiyoq yaxshi qo'shiqlar boshlanadi. Shu nonushta qilib o'tirgan paytimizdayoq onam raqsni boshlaydi. Ana, biz yolg'iz emasmiz. Raqsni boshlaydi meni onam. Qo'shiqlarni hirgoyi qilib, shu onamdan o'tgan deb o'ylayman-da. Albatta. juda ham ko'p san'atkorlarni bilamiz. Ya'ni Eng avvalo birinchi ustozim gapingizni oldim meni Zokirjon Komiljonov. O'zimni amakim bo'lishadi, shu bizni sulolamiz. Vakillaridan. Boshi desak bo'ladi. Keyin mana erkin tog'amiz bor. Shu inson Zokirjon amakim rahmatlik meni qo'limga mana shu sozni berib, shuni chalishni o'rgatgan. nimalar edi o'sha? O'sha ilk o'rgangan payt. İlk o'rganganimmi? Qanaqa eslaylik? İlk o'rganganimiz mana shu do'dan boshlangan. Ha. Do, re. Ha, ikki marta chalasan. Do, re, re. Qo'shiqlardan qaysi edi? Adashib ketsak shu tor bilan boshimizga solgan paytlari ham Qayerga bo'lgan. tushgan o'sha boshingizga? Torni qayerga tushgan? Mana shu joyi singan joy emasmi ish qilib? Mana shu joydan bo'lingan.